Assalomu alaykum, hurmatli asadarchilar. Bugun sizlarga tesha temaga mavzuni yoritmoqchiman. Perga olish. Bizda ko'pchilik gulchang oladi. Mana shu litokda oldiga lavushka qo'yib turib, perga olish haqida juda ma'lumot kam. Men sizlarga aytmoqchi bo'lgan usul bo'lsa, umuman YouTube'da yo'q. Menimcha obuna bo'lishlaringga arziydi akalar. Xo'p, qanaqa bo'ladi? Mana shu oilani 3 ramkasiga onari o'tolmaydigan panjara qo'yaman. Onar bu yoqda ishlaydi. Perga bu yoqda yig'iladi, xudo xolasa. Hozir sizlarga ochib ko'rsataman. Mana shunday qo'yaman. 3 ramkaga perga yig'ganni banka qilamiz, bank. Bunaqa video YouTube'da yo'q edi. Mana onari o'tolmaydigan panjarani ham o'rnatdim. Mani yashilarimda shunaqangi 3 ramkadan bo'linadigan bo'lakchalari bor, qulayligi bor shunaqangi. Sizlar bo'lsa reykacha qoqib shunaqangi отделение qilsalaring bo'ladi. Xo'p, mana ko'ryapsizlar, bu ramkasida ham perga. Bechora arilar marshrutdan litokdan kirib, mashaqqatcha perga qilishgan. Biz bularga sharoit qilib bersak, ko'proq perga yig'ishadi, biz ham olishimiz qulay bo'ladi. Orqadagi mashinalarni ham tortib qo'yishibdi. Men bularga aslida bunaqangi sush olib kelgandim, oppoq sush. Shunaqa qo'ysa, rasplot qo'yilmagan albatta. Dorilanmagan. Qo'yilsa, buzib olayotganingizda toza chiqadi perga va mahsulotingiz ham sifatli bo'ladi. Xo'p, bitta tayyor ekan. Bitta mashina qo'yib yuboraman, matkasini qarab turib hozir. Tortib bunga ham qo'yib yuborishadi. Buzib olish oson bo'ladi. Mana onarasini topib oldim. Bechara joy qidirib yuribdi. Onarini bu yoqqa katta отделениеga olamiz. Bu yoqda pergali bo'ladi. Xo'p, yana bir marta sizlarga takrorlab o'taman. Mana ikkita oppoq sush qo'ydim o'tgan yilga, bu yerga tortilganda mashina qo'ydim. Aris kuchli bo'lsa, shira kelayotgan bo'lsa, uchovsini mashina ham qo'ysa bo'ladi. Buzib olganingizda perga chiqish oson bo'ladi, sifati zo'r bo'ladi. Keyin aytish kerak, batta umuman dorilash kerak emas. Kanaga dorilash umuman kerak emas. Mumkin emas. Pergaga tushadi albatta. Onarni olib qo'ydim. Keyingi tortilgan mashinasini orqasidan qo'ydim. Bo'lmadim. Havo yaxshi bo'lsa ham. Xo'p, bu pergani mana erta bahorda qo'ysangiz bo'ladi, bir marta olib turib. Keyin sizda asal keladigan payt bo'lib qolsa, bu pergani olasizda ona arini bu yoqqa qamab qo'ysangiz bo'ladi. Tuxum qo'shini cheklagan bo'lasiz. Aringiz yetarli bo'lsa, bu yoq to'la asal bo'ladi. Yoki toqqa borganlaringda, Baxmaldami, yo Bo'stonliqdami, Zomindami, qayerda bo'lsa ham joy bo'lsa, asalari juda ko'p perga yig'adi. Hozir mana shu hammasida perga bor. Gulchang ko'pligidan. Men odatda iyun oyida olaman pergani. Bunaqa usulda men ham oldin qilmaganman. Bu usulni hech qayerda ko'rganim yo'q. Shunday g'oyani sinab ko'ryapman. Ishlash kerak. Keyin pergani mana bunaqangi holatda olish kerak emas. Bu holatda olsalaring maydalanib, parchalanib ketadi. Ustiga ham asal quyib, menga o'xshab mana yaltilagan holatda kelganda, keyin muzlatib, maydalab, yana bitta shunaqangi panjaradan
elekdan o'tkazsalaring, bu yoqda perga qoladi, pastiga mum o'tib ketadi. Menga obuna bo'lsalaring, men o'zim qanaqa qilib olishimni ko'rsataman. Men aslida bu usulda o'zim ham birinchi marta ishlatyapman. Odatda tarbiyalovchi oilalarda 3 tadan 4 tadan pergali ramka bo'lib ketakanda, ona arst olib bo'lganimdan keyin iyun oyiga o'tib maydalab parchalab olganman. Har yili 30-40 kilogacha perga olar edim. Olaman, olib kelyapman. Yildan yilga qolmagan ekan. Yana biroz qo'shimcha qilmoqchi edim. Gulchang, oddiy gulchang. Ko'p holatda quritish qoidalari umuman rioya qilinmaydi. Ekilgan gulchang juda ham kam vaqt saqlanadi. O'zini xosiyatini yaxshi saqlab kam tura oladi. Eng yaxshi svejiy gulchangda mana shu litoktaydagi lavoshkadan yeganingiz eng zo'ri shu. Perga bo'lsa uzoq vaqt saqlanadi. Chunki yechekalarda kislomolочный броженияda ular sellyuloza qobig'i parchalanib, erib uzoq vaqt saqlanadigan konserva holatiga keltirib qo'yishadi g'arlar. Oddiy gulchangda bo'lsa sellyuloza qobig'ini odam oshqozon organizm erita olmaydi. Hazm qilish darajasi juda ham past oddiy gulchangni. Saqlanish muddati ham juda ham kam. Perga bo'lsa, даже pergani ham morozilkada saqlash kerak. Shunda 1 yilgacha, 1 yildan oshiqqacha o'zini xosiyatini 100% saqlab qoladi. Tashqarida turgan bo'lsa, u ham pasayib boradi, hatto perga. Gulchangda aytmasa ham bo'laveradi. 10dan birini hazm qilgan bo'ladi odam gulchangda. Perga 2 barobar qimmat albatta mana. Hozir men 3 ta ramkani qo'yib qo'ydim. Yarim kilodan yig'ganda ham 1,5 kilo bo'ladi. Kilosi 250 ming, 300 mingdan. 300 mingdan deganingizdan 450 ming so'm bo'ladi. Hozir bir haftadan keyin ko'ramiz holatini. Bitta paket puli yomon emas-ku, to'g'rimi? Odamlarga ham har qanaqangi televizordagi reklamalardan ko'ra mana shu pergani reklama qilib sotsak, archilarga qo'shimcha daromad bo'ladi. Odamlar sog'lig'iga sog'liq bo'ladi. Men xohlardim hamma gulchang yig'adiganlar shunaqangi perga yig'ishga o'tsin, pergani to'g'ri yig'sin, to'g'ri saqlasin. Oilasiga daromad olib kelsin. Video yoqqan bo'lsa obuna bo'linglar. 6000 ta odam video ko'rib, podpischik obunachilar hali 600 ta ham bo'lgani yo'q. Mayli. Endi ko'p obuna ko'p bo'lsa, YouTube ko'proq odamga tavsiya qiladi. Ko'proq odam ko'rsinsalaring, obuna bo'lib qo'yinglar. Ishlaringga omad. Savollar bo'lsa aytaverasizlar.